Nega o'zbek ayollari jinsiy muammolar haqida gapirishmaydi? Chunki bizni oilalarda qizlarga bu uyatli. Odamlar nima deydi? Buni gapirish mumkin emas deb o'stirishadi. Bu esa keyinchalik bu qizlarda muammolar, bepushtlik bo'lishiga sabab bo'ladi. Agarda qizlarda hayz vaqtida kelmasa, bu muammo va buni yechimi borligi haqida bilishimiz kerak. Agarda ayol kishi lazzatlanish hissi kamaysa, jinsiy hayotni istamasa, bu ham muammo. Bunda ham gormonlarni normaga keltirish kerakligini bilish kerak. Agarda ayol kishida vaqtli hayz to'xtasa, ya'ni menopauza vaqtli bo'lsa, bu ham muammo va bu keyinchalik suyaklarni sinishiga, asabni yomonlashishiga, infarkt, insult, tromboz holatlariga olib kelishi mumkinligini bilish kerak va bu muammoni gormonal fonni to'g'rilagan holatda yechish kerak. Agarda sizlarda ham shu muammolar bor bo'lsa, demak uni davolash kerak. Insonlar nima deydi, atrofdagilar nima deydi, poliklinikaga olib chiqibdi, ginekologga olib chiqibdi yoki gormonlari xato ekan, balkim kasaldir deb o'ylashligi sizni qiziqtirmasa. Sizni asosiysi qizingizni yoki o'zingizni baxtingiz va xursandchiligingiz qiziqtirsa, bu esa muammoligini biling. Agarda shunga o'xshash masalalar sizni qiziqtirsa, profilimga obuna bo'lishni unutmang.